shoshmay turing. Asabda ham sababi bor. Miyada emas masalan hozir. To'xtab turing. Bir joyingizda muammo bo'lsa, mana shu muammo boshqa joylarga ta'siri bor. Tilni ko'rsating-da. Bu tishlarda bittasi tozalik kerak tanaga. Birinchisi. Yuzda bo'lib, endi meni boshimga og'riq yo'q, boshim g'alati bo'lib ketyapti. Boshimga bir narsa kelgandaqa oyoq qo'llarim muzlab bo'lsa, yo'q, bezovta bo'lyapti keyin anaqa apparatga ham 3-2 marta kirganda keyin o'tdim, yaxshi deyishdi, shoshilishda-yu. Keyin ertasi kuni gastrolga kirsam, meni ashi dorilar yozib berdi. Endi kecha, undan endi osh yedim, og'ir ovqat yedim, yengil yurib shunaqa bo'ldimda. Endi kecha, kechqurun mana og'iz ochlardan keyin mana nimalarni eshitib turib, o'zimcha nima kechqurunda ovqatlanmadim. 3-4 ta mayiz, 2 ta o'rik bilan 2 ta xurmo yedim, ammo so'zi sharbat ichyapman, hali asal qo'shib. O'shani ichdim och qoringa, ammo ovqatdan keyin ichdim, kecha och qoringa ichib, keyin o'sha mayiz, o'rik shuni yedim-da, keyin ovqatlanmadim, non yemadim. Shundan yotdim. Keyin ertalab saharlikka o'zi uyda suv ichib turaman. Suvga tayyorlab, suli bilan bir qoshiq nima, ichiga sariyog' sovaram, hali bemaza bo'lmasin, suyuqroq qilib. Shuni ichdim, endi bir tishlam o'sha muncha nonimda yedim, qora nonim bor edi. Oshda narsa yegan yo'q. Yana kecha kechpetga borib soat 4larda bo'lyapti. Asr paytiga borganda yana masjidga kirib kelyapti-ding. Haliga chiqib ketdim yerda, shuna bezovta bo'lib, besaramjon bo'lib ketdim. Yana ukungidaqa bo'yapman dedim. Endi yana shoshilib kirsam, davlenam 160 ekan. Davlenaga ukolda oldim. Chiqib yana ishimda yeyolmadim. O'sha o'tgan safar ham iftorlikda ishimda yeyolmadim. Masjidimga chiqib ketmaguncha bu narsa yeyolmayapman. Keyin hali qo'rqyapman yegani ham. Dorini ichdim-ku, kecha ham mana saharlikning. Yaxshi, qarang opa. Zo'r tushuntirib beryapsiz opa. Endi qarang, savol. Qisqacha birinchi savol berishdan oldin yo'nalishimiz haqida aytib ketmasam, noto'g'ri tushunib qolmangda savollarni. Biz o'zimiz terapevtmiz opa. Bizning asosiy klinikamiz Surxondaryoda, Termizda. Eshitdingiz? Bu yer filial hozir. Men shu yoqda o'qib kelib, ketdim ochganmiz mana. Biz jo'natishgan bu yoqqa. O'zim shetlikman opa. Men ham sherli odamman. Ko'rib, gapingizni bo'ldim. Kecha bilib oldim-da, shetligiz. Endi yugurib keldim. Dadasi metda ekan, mana piyoda yurib keldik. Shunchadan beri ko'raveribman, adresingizga anaqa qilmabman. Ha. Demoqchiman opa, biz yo'nalishimiz shunaqaki, biz organizmni bir butun deb bilamizda. Haqiqatan ham o'zi shunaqada. Misol ichki a'zolaringiz hammasi bir-biriga bog'liq. Misol oshqozoningiz o'zi alohida ishlagan yo'q. O'tingiz alohida emas, jigar alohida, miyangiz ham o'zi alohida ishlagan yo'q demoqchiman. Davleniya alohida bo'lsa ekan, mana yurakdan o'zini alohida davolasangiz. Unaqayda siz sog'lom bo'lmaysiz. Chunki ichki a'zolarni bir-biriga bog'liqligini bilmagan odam hech qachon davolab bo'lmaydi-da bu tanani demoqchiman. Endi shunaqa ekan, bir joyingizda muammo bo'lsa, mana shu muammo boshqa joylarga ta'siri bor. Bundan hech qochib qutulolmaysiz. Endi mana shu muammoni o'zi ham o'zidan-o'zi paydo bo'lib qolmagan. Boshqa narsalar sababi bor buni paydo bo'lishiga. Shuning uchun mana bu kekirishda ham, davleniyamda ham, hazm yaxshi bo'lmasligi, bezovtaliklar ham yuragingiz behalovat bo'lyapti-ku. Hammasini sababi bor. Agar butunlay qutulmoqchi bo'lsangiz, shu sababini hozir yo'qotmas ekansiz, vaqtinchalik bo'laveradi. Mana bu narsalar vaqtincha, bu davolaydigan narsa emas. Ko'p gastrolga kirib ichaveraman, jicha o'tkada yaxshi bo'laman, yana shu nerv pastasida ichib olaman, davlenaga postoyanno larisda ichib yuraman deng. Yashang, oba ko'p ichasiz agar ichmoqchi bo'lsangiz shu larisani. Bizda Alloh shukr, mana qarang, ko'rgan bo'lsangiz kerak videolarni. 40 yillik, 30 yillik davleniyani bir oyda zo'rib qoladi. Shuni chiqib ketib qolishadi tabletkadan demoqchiman. Biz ularda davleniyasini ichirmaymiz-da. Biz sababini. Endi sizga qaytaylik, oba. Savol beraveraman, o'zingiz ham ko'rib ketaveramiz. Ichingiz demak 2 kunda kelar ekan. Qorin dam bo'lishi bormi o'zi? Dam bo'lyapti. O'ng qovurg'ani tagi, narigi taraf. Tomonda nima olganda bir simillab o'sha og'riq bo'ladi. Endi marag'imda ham ba'zan boshlandimi? Chap tarafda ham bor. Har zamonda manitimda og'riq bo'lib qoladi-da. Ajoyib ikki o'xshab tortilgan og'riq, endi o'sha ichim kelmagan, endi hojatga borgandan keyin 1-2 kun o'tib ketgan yo'q. Ha, yashang. Qolgan payti shu masjidda turadi, nomiga og'riq turadi. Nima ish qilasiz opa? Men uydayman. Uyda. Ha, bu oldin ishlamaganmiz, kasb demoqchiman-da. Ishlaganman, chevarxonada ishladim anaqada. Ko'p o'tira o'sha yo'qmachiga chiqib ketdim, ammo uyda harakatim tinmayman. Zo'r, mayli. Asab qanday opa?
Oma Asadcha tam shu Asad- Asadga doim ichyapman beraman. Uyqum yo'q. Hozir shu bilan birga Asadga ham dori ichyapman. Yani bu oshqozonimga Asadga ham kiruvdim. Bu ham yozib berdim. Shoshmang, opa, shoshmang turing. Asabda ham sababi bor. Miyada emas masalan hozir. To'xtab turing. Bosh og'riydi dedingiz-ku. Hali hozir yo'q. Og'riq mana maytamda xavfsiz bo'lyapti. Men Ha. og'riqqa chidoraman dey. Uni birovga tushuntirolmayman. Og'riq bas dey bir bosimga o'xshash narsa bunday kelar boshimda yo'lda aylanish bir narsa bu ichimdan bir narsa itar tiqiladi deydi. Bo'sh bo'lib qo'yadi. Mana bo'yinda tog'liq shifoni yo'qmi? Bo'yinda orqa taraflarida. Ba'zan bo'ladi. Sababi bor, aytaman men. Belingiz tog'liq bo'lib og'riydimi u? Bel. Hozircha yaxshi chunki o'zim ko'p mashq qilmadim, lekin ko'p ish qilganimda og'riydi. Qattiq bo'ladi. Ha. Ertalab turganingizda-chi, opa? Ertalab turganimda hozir og'riq yo'q, shu oyog'imda tayda, tay katta og'riydigan bo'ldi yaqindan beri oyog'im. Bosolmay qolasizmi ertalab turganingizda? Ancha bosolmay Ha, qolaman. yaxshi. Keyin yana endi bu yerda kunduzlari ham kishi yurganimda mana bunaqa joyimda yaqindan beri yangi og'riq buni. Ashitimda og'riq bo'lib, umuman bosolmay qo'yapti. Mana bunga qarang. Ha, mana shitimda og'riq bo'lib qo'yapti. Yaqinda qo'shildi bu kasal. Bosolmay qo'yapti, keyin chichidan keyin dam olib tursam, keyin yana yurib ketyapti. Keyingizi sovib ketyapsizmi, isib ketyapsizmi, opa? Goh qiziyman, goh suv qotaman. Bo'ldi, yaxshi. Endi shuni qo'lni qo'ying-da, opa. Qo'lingizni ko'ring. Yaqinroq o'tiring, opa, yaqinroq. Aha. Ichini qilaverasiz, opa. Bo'ldi, ichki tarafini. Tilni ko'rsating-da. Bo'ldi, tishlarni. Bo'ldi. Shu tishlarimda deng, nima? Bu tepa tishlarim bunday pastga tushib, buncha qo'yapman-da. Mana shunday bo'lib ketyapti. O'zim bilyapman, his qilib tishib buncha qo'yapman. Yana nima qilsam ham, yana buncha pastga tushib, mana shu boshim bilan birga jicha bo'yab o'tib ketyapti. Yana buncha bo'laman. Kechasi ham, endi buni ko'zim deyam haligi o'shanaqa bezovta bo'lganda ko'zim ham ichiga tortib, ko'zimni ochgim kelmay qo'yapti. Og'iz ochar paytida yumilib ketyapti, lekin uxlolmayapman, lekin yumilib ketyapti ko'zim. Bo'ldi, yaxshi opa, yaxshi. Nima gapingiz bor yana menga? Aytib oling, endi eshitasiz meni. Yana esimdan chiqib qolganlar esimga ketyapti. Bo'ldimi? Ha, zo'r. Bezovtalidan ko'proq qiynayapti. Maza qildim opa, siz eshitib, juda zo'r gapirdingiz. Endi men eshitasiz. Kelishdikmi? Bo'ldi. Qarang. Mana bu tanani tushundingiz-a? Bir-biriga bog'liqligini. Endi bu tanamiz ishlashligi uchun juda ko'p narsa kerak emas-da. Sog'lom bo'lishligi uchun juda ko'p narsa kerak emas. 2 yo 3 ta narsa kerak. Sog'lom bo'lishligi uchun. Shunga asoslanib to'g'rilab qo'ysa bir kunda yaxshi bo'lib qoladi tana. Alloh izni bilan-da. Bittasi tozalik kerak tanaga. Birinchisi. Toza bo'lsa, ya'ni ham ustki tarafdan, ham ichki tarafdan tiqilmalardan forig' bo'lish kerak. Axlatlar, musullar bo'ladi. Shunaqa narsalar yo'q bo'lsa, ichimizda toza bo'ladigan bo'lsa, hech qachon kasal bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, issiqlik kerak organizmga. Nisbatan issiqroq bo'lib yursak, ja yonib ketmasin issiqdan. Nisbatan shamollashdan forig' deyiladi. Tilda, oddiy tilda esa shunday bo'ladi. Ya'ni issiq holatda tursa, tana nisbatan sog'lom bo'ladi. Sizda hozir sovuqlik oshib ketib qolgan opa. Sovuq bo'lib yotibdi hozir. Buyrak shamollab yotibdi. Aytib beraman hozir. Ichaklarda, siydik qoplar shunday shamollash borda hozir. Bu ikkinchisi. Uchinchisi nima desa, vitamin, mikroelementlar kerak. Yetishmovchilik bor hozir sizda. Mana tirnoqlar qing'ir-qiyshiq bo'lib ketib qolgan opa. Bunaqa bo'lib ketgan. Qon kamligi bu. Qon mikroelementlar yetishmovchiligi, oppoq bo'lib yotibdi bu tirnoqlar. Vitaminlar yetishmovchiligi bor hozir sizda. Tishlardagi o'zgarishlar, tillarga aylantirib olgansiz-ku. Bu pul ko'pligidan emas-da aka. To'g'rimaga tildagi o'zgartirish. Bu kalsiy yetishmovchiligining bitta belgisi. Ya'ni qon kamligida bu ham. Ana shu yetishmovchilikning hisobiga tish to'kilyapti, o'zgartiryapsiz. Bu ham bitta belgi demoqchiman. Mana 3 ta narsa xolos. Endi qarang. Qisqacharoq ichkariga kiramiz. Ifloslanishga qarab to'xtaling. Mana qo'llarda, mana yuzlarda dog' bo'lib qoladi. Dog' bo'lib qolgan. Ha, yashang. Ana shu narsa sekin surilib betlarimda ko'p bashi. nima u desangiz, chiqib ketish kerak bo'lgan axlatlar shular. Tushunchagingiz bormi? Eshitgan ekansiz. Ha, axlat qayerdan chiqib ketadi, opa? Ichkilardanmi? Ha, 2 kunda bir chiqyaptimi ichkilar? Bir kunda kelsa ham to'liq chiqmayapti-ku. Ya'ni misol bir kunda 100 gram chiqish kerak bo'lsa, axlat. Men o'zim shunday. Kirimga qaraganda chiqim yo'q. Chiqim yo'q. Ha, yashang o'sha 100 gram chiqish kerak. O'z normada 100 gram emas, 50 gram chiqyapti ekan. Qolgani qoladi organizmda. Qaytadan qonga so'lib yotibdi shu.
so'rilsa qonga butun tana bo'yicha tarqaladi bu. Tarqalib bosh miyaga borsa haligi zahar. Endi odam asab, vahima bo'lib qoladi. Hali kechasi o'z-o'zi turib ketayotganlar-ku. U miyada musor yurgani hisobiga uyqu yaxshi bo'lmaydi. Asab chatoq bo'lib qoladi, uyqu chatoq. Ko'zlaringiz mana to'lig'i uyqungiz kelishligi ham mana shu musorlar suzib yuribdi ko'z ichida. Keyingisi o'sha musor borib yurakka boradi. Yurak qon tomirlari, umuman qon tomiriga tiqiladigan bo'lsa, chiqib ketish kerak bo'lgan axlatlar. Davleniya beradi keyin. Davleniya o'zidan-o'zi oshib qolib, narsa bilan yuribsiz-ku. Davleniya nima degani desa, mana mayda, mana sochimiz qarang, qanchalik bitta tolasi noziga, shundan 20 barobar kichkinasini tasavvur qiling aka. 20 ta kichkinasini. Shunaqa tomirlar bor tanamizda, kapillyar tomir deydi. O'shalarda ichiga tiqilib qolsa, ana endi davleniya beradi bizga. Juda ko'p unaqa tiqilmalar hozir opamni. Agar biz o'sha 40 yillik, 30 yillik davleniyalar davolashda ham o'sha musorlarni shunday tiqilmalarni tozalab qo'ysak, davleniya o'zi tushib qoladi. Sizga davleniya u kasallik emas, signal. U belgi xolos u, kasallik emas. Asabiylashish kasallik emas, u belgi. Haqiqiy kasallik u ichkarida turibdi. Shuningizda kasallik sizga signal berib yotibdi, asabiylashtirib, vahima berib, davleniya berib. Shuningizda endi keyingisi o'sha musorlar boryapti-da buyraklarga. O'sha musorlar borib mana shu bo'g'imlaringizga, opa, mana ko'rsatdingiz-ku, hamma joyingizda bo'g'imlarni. Oyoqlarga, oyoq taglari, hamma joyda tuz, musorlar tiqilib qolib sizga og'riq beradi endi bo'g'imlarda. Shuningizda organizm bir isib ketib, bir sovib ketishini endi ba'zilar klimaks deydi. O'sha ham qiyin kechdi. Deydi-yu, endi mayli opa, u buyrakka bog'liq opa. Buyrakka musorlar tiqilib qolgan, tuzlar tiqilib qolgan. O'sha buyrakni tozalab turib, tiqilmasini ochib qo'ysangiz, jim bo'lib qoladi hamma yoq. O'sha yaqinda yaxshidir, tuz ko'p darajada mayda, yaqinda kichkina tosh bor ekan deb tushunadi. Aytmadingiz-ku, opa, buyrak Esdan chiqib tushib ketmaydi, opa. Tushib ketmaydi. O'zidan o'zi hech qachon tushmaydi hech narsa. Sharoit bo'lmasa, nabor kattalashadi u. Shuningizda, sovuq bormi? Mana qovog'ingizni tagi qarang, qorayib ko'karib yotibdi. Osilib qolgan. Bu buyragingiz sizga ko'z orqali gapiryapti. Men hozir sizni eshitib o'tirdim-ku. 70% gapingizni eshitmadim opa, baribir. Chunki demoqchiman, bitta gapni 10 xil qilib gapirdingiz-da hozir. Men tashqi ko'rinishingizga qarab, ichki a'zolarni gaplashib o'tirdim hozir. Mana qovoqlar tegishishi buyrakdan ekan, teridagi holatlar, jigardagi, tana ifloslanishini haqida ko'rdim, tilingizni ko'rdim. Til bu oq bo'lib yotibdi hozir. Oq qarash. O'tingiz yaxshi ishlamayapti opa. Sim og'rib beryapti-ku. Ana shu o'tga. Endi o'ti tiqilgan odam kekiradi opa. Hazm zarda bo'ladi, achish bo'ladi. Kekirsiz yengil bo'lib qoladi. O'ti tiqilgan odam ichi yaxshi yurmaydi. Holsizlik ko'payadi, davleniya ko'payadi, ko'tariladi. Tushunyapsizlar? Demoqchimanki, apparatda sog'lom ko'rsataveradi. Apparat ko'radigan darajada hali o'zgargani yo'q-da bu. Yo, o'zi dimlanish bor o'tizda deydi. Bu shoshilinch deyiladi. Apparatga men ko'p ishlanmayman. Erta yaxshi deb qo'yaverdi. Boshqa joylarda tushsam bo'ladi, o'tizda bukilish bor deydi. Zo'r. Ana shu narsa opa. O'tiz tiqilib yotibdi. Tushundingizmi? Yana nimani ko'ryapman taningizda? Haligi musor borib jigarga tiqiladigan bo'lsa, qon quyuqlashadi opa. Qon quyuqlashsa, endi holsizlik, charchoq, lajik bo'lib yuraverasiz keyin. Tushundingizmi? Ana shu narsa nima qilish kerak ekan opa? Tanani tozalash kerak ekan. Tozalasak butun tana ishlab ketib qoladi opa. Hamma joyga musor xalaqit qilyapti. Bu bittasini aytdim hozir qisqacha. Ikkinchisi nima edi? Sovuqligida opa. Sovuqlik ko'payib ketadigan bo'lsa, sovuqqa birinchi ta'sirchanlar buyrak. Nafas yo'llari, ichaklar, bo'g'imlar. Mana shular endi sovuqqa birinchi bizga reaksiya beradiganlar. Mashitamda nima xilt bor. Asha sovuq narsa umuman ichaman, yozda marojna yemayman, endi esimga kelib ketdi hozir. Endi go'da dori ichib turganda ham nima yutinishga qiynalib qolaman-da, og'zimda bir ushlab turib keyin yutib olaman. Keyin jicha sovuq narsa yesam, olma, piyoz, chesnoy, o'sha narsalar, salatlar, ashu narsalar yesam, og'zim o'ta bemaza bo'lib ketyapti. Chunki o'zim bilyapman, sovuq narsa yoqsiz yesam yoqmaydi. Ko'pincha tiyilaman-u, lekin ba'zida baribir nima bo'laman. Jig'ildonimni qaynashi hozir xilla to'xtadi, anaqa allahulam chetiruvdim-da. O'sha o'tga u, o'sha narsa. O'tni ishlatganligi uchun kamaygan. Endi biz hozir sizga tushuntiray, kasallikda o'zi bilan emas, zarda bo'lishni yo'qotish bir deganda yo'qoladi. Chayni suvda ichasiz, yo'q bo'ladi bu suvda. Zarda bo'lish, kekirishlar yo'q bo'ladi. Lekin butunlayga qutultirish haqida gapiryapmiz biz. Butunlayga sog'ayasiz opa.
ha deb kasal bo'lib yuraverasizmi? Tabiiy Yo'q bo'lib ketadi hammasi. Faqat kimga dori ichishdan charchab ichmay qo'yaman. Orada ichgam yo'q nimani, laristani. faqat nima qilsangiz yo'qoladi. Kasallikni ildizini davolasak. Qayerda turibdi ildizi? Ichaklarda turibdi opa. Ichaklarda. Kanalizatsiyani tasavvur qiling. Agar kanalizatsiyani u oxiri tiqilib qolsa, suv tortmay qoladimi aka? Ketmay qoladi-ku. Xuddi shunaqa kanalizatsiya, tanani kanalizatsiyasi ichak. Hozir gapingizni bo'ldim. Ba'zan o'sha suyuqlarni ko'p ichish kerak deganiga suv ichaman. Ba'zida shu suv ham ketmay qoladi. Icholmay qolaman deb. Individual emasda u. Hammaga bir xil emasda u. Suv ichib hammaga bir xil emas. Mijozga qarab ishlash kerak tanani. Mizoj degan narsa bor. Issiq mizoj bor, sovuq mizoj bo'ladi odam. Shuningizda umumiy qilib aytsak, turi ko'pi ikki xil bo'ladi. Siz sovuqsiz hozir. Suv sovuqlik, salatlar sovuqlik, svejiy salatlar yesangiz battar qiladi hamma yo'qni. Shuningizda shuni sal boshqacharoq qilib ichish yo'llari bor. Shuningizda ana shu. Umumiy qilib aytdim opa. Hozir nima qilmoqchi bo'lsak ham, ya'ni tanadan nimani olib chiqmoqchi bo'lsak ham chiqadigan eshigi bor. Nima foydali narsa kerak tanaga kiradigan eshik bor. Uning nomi ichak. Ichaklarni to'g'rilamasdan turib hech narsa bo'lmaydi hozir. O'sha menga sovuqlik yemang, falon yemang deydi doktor, lekin o'sha menga nima yemaslikdan ko'ra nima yeyishimni aytib bersa bo'ldi, o'shani yeyman xolos deyman. O'shani aytib beramiz opa. Kelishdikmi? Nima svejiy narsalar bor opa? Mevami, salatlar, sabzavotlar, hammasi sovuqlik qishki sezonga. O'shani quritilgan variantini yo'ling. O'sha issiqlik bo'ladi. Olmani quritilgani, o'rikni quritilgani, mayizlar, arava xurmo, asallar, issiqlik. Sovuqliklarni bildingiz nimaligini? Sut mahsulotlari bor-ku, sutni o'zi emas, mahsulotlari. Qatiq, smetana, tvorogni, sirgul, qaymoq hamma sovuqlik. Ammo orada sir yeb yurdim-da, birinchi boshida. Hazmi qiyin uni ham sovuqlik bo'ladi, yoqmaydi u. Sut mahsulotlarini o'zini ichsa bo'ladi. Sutni o'zini demoqchiman. Sutni o'zini ham emas, ichiga narsa solish kerak. Misol sutga tayyorlasam bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Men suvga tayyorlab jeb barakan qo'rqib. Sutga zo'r bo'ladi. Guruch solsangiz bo'ladi sutga. Keyin o'sha sut bilan guruch bilan ovsyanka dedik-ku, mana soli. Ichiga arava xurmoni sovursangiz yana ham zo'r bo'ladi. Mayizlar yashang opa, zo'r bo'ladi. Shuni qilib qilaverasiz. Yana men batafsil uni tashib beraman sizga. Tashib berishadi, yordamchilarimiz tashib berishadi. Qisqasi shu, opa, etap bilan davolaymiz. Yaxshi bo'lasiz. Ichgan a'zolar tiklanadi-da, tiklanish kerak. Buning uchun bizga kamida 3 oy kerak opa. 3 oyda butunlay sog'ayishingiz mumkin. Kamida degan joyi bor. Bu sizga bog'liq. Kamida ko'pida degan so'z sizga bog'liq. Ya'ni biz aytganda tochka virguligacha zo'rlab qiladigan bo'lsangiz, tezroq yaxshi bo'lasiz. Yo'q, sekinroq bo'laversin bizga shoshilganimiz yo'q desangiz, yuraveramiz cho'zilib. Tushundira oldim? Bitta narsa aytgani nima? O'sha o'zim ham bilaman-da, shunaqa sovuq yoqmasligini. Keyin qo'y yog'ida dingoda atala qilib ichaman. O'sha mumkinmi? Bo'lmaydi. Atala xamirmi? O'sha unda oldin qo'rib olib, suyuq qilib, ona go'sht, piyoz solib atala qilib ichaverdim. Bu ham bo'lmaydi. Yo'q, xamir, non-pon, un umuman mumkin emas hozir. Endi qarang, yana bitta narsa, men gapiraveraman. Savol bering. Savol beringda faqat bitta hissiyot bo'ladi-da odamlarda. Sog'ayib ketishini to'xtatadigan, ya'ni chegaradan sekinlashtiradigan narsa. Men bilaman degan narsani yo'qotasiz. Biling hamma narsani, o'rganing, faqat so'rab turib hamma narsani. Tushundingizmi? Nima yangilik qilmoqchisiz? Meni yozib beraman narsalarni. Nima men aytgandan tashqari siz o'zingiz bir narsa topdingizmi? Bitta so'rab turib keyin qilasiz. Men ruxsat bersam keyin. Bo'lmasa ham qilmang. Kelishdiki, ana shu narsani unuting. Haligi yana ba'zilar aytadi, bilaman degan toj bo'ladi-da. Ana shu narsani yechib qo'yasiz. O'quvchisiz hozir men oldimga kelgan o'quvchisizda, biz faqat davolamaymiz, ilm ham beramiz odamlarga. Tushundingizmi? Sizni sog'lom bo'lishingiz uchun kerakli bo'lgan ilmlarni beramizda, undan keyin bizga kerak emas. Siz ham kerak emassiz bizga, biz ham sizga kerak bo'lmaylik hayotingiz davomida. O'zingiz hayotingizni to'g'irlab, nima kerak tanaga? O'shani qilib yuring, hech qachon kasal bo'lmaysiz keyin. Boshlanishiga bitta yordam berib yuboramiz biz. Bo'ldi, tanangizni o'zingiz to'g'irlab yuraverasiz. Tushundira oldimmi? Yaxshi opa. Birinchi etapi ko'proq tozalaymiz organizmni, kamroq quvvat beramiz, quvvatlan immunitetga ishlaymiz, asabga ishlaymiz keyin. Ikkinchi oylardan tozalovni kamaytirib qo'yamiz, zo'r bo'laversa tozalavingiz, quvvatga ko'proq ishlaymiz, asabga yo issiqliklarga keyingi oylardan holatingizdan kelib chiqib ishlaymiz.
Ha. Tushundira oldim? Hozir mioma bilan kistam bordi. Miomani yaqinda bilan kichkina ekanda, lekin kista ancha bo'lgan, o'sha kichkina onkologiyaga tekshirtirib kelsam, garmalar buzilishdan bo'lishi ham mumkin dedi. Endi oldirib tashlang 50 yoshgacha deydi. Keyin yomon bo'lib ketmasligi uchun dedi. Men endi to'g'risi qo'rquv, vahima bor uchun operatsiyaga hech naqa qilmayman dedi. O'shanaqa nima, endi vitaminlar ichgani qo'rqib yurardim. Kecha ana nima, asab doktori uni qog'ozini olib kelmabman. Ancha yozib berdi, unaqa ko'p olaman, lezin, osmikollar ko'p olaman. O'zi yaqinda ham olgan edim. Nima, magniy B6 yozib berdi. Keyin shunaqa oshqozonni bezovta qiladi-da, shuni kapsulaligi yo'qmi desam, aptekaga kirsam yo'q dedi. Keyin ana telefonlardan magniy glisinat o'sha unda kapsulali uyquga ham yaxshi ekan, o'shani o'zimcha endi olib ishda magniysi bor deganga o'shani ichyapman. Hech narsa qilmaydimi? Yo'q. Ichmasligim kerak, buni ham de kapsula ekan, magniy glisinat. O'shani ichsam sal uyqum kelganga o'xshab ana 9larda uxlasam, men 1larda uyg'onaman-da, 1 yo 2da. Aka, siz uxlaysizmi? Uxlayapsiz. Siz ham ichasizmi magniy bo'ldi? Nimaga ichmayaptilar aka? Ichishmaydi. Men ham uxlayman o'z vaqtimda. Siz nimaga uxlamayapsiz? Men ham to'g'risi masaqa uxlagim keladi. Hech bo'loni hozir men video qilyapman-da, mana uni tashlab beraman, eshitib chiqasiz. Kelishdikmi? Eshitmabsiz-da ko'p gapimni. Miya uchun magniy B6 kerak emas. Qon aylanishi kerak miyaga. Shu aylanmayapti. Nimaga? Jigaringiz tiqilib qolgan, musor bosyapti dedim. Shuni tozalab qo'yaylik, uxlab qolasiz opa. Kerak emas magniy B6 sizga. Tushuntira oldimmi? Kerak emas opa. To'xtab turing, endi buni tushundingiz. Ya'ni u mioma kista. Yo'q, ichmang, kerak emas opa. Nimani aytay? Mioma kistalarda. Buyrakka bog'liq opa. O'sha gormon buzilgan, ha, to'g'ri, lekin buyrakka. Buyrakni to'g'irlaysiz, gormonga siz teginmang umuman. Buyrak nazorat qiladi gormonlarni. Shuni to'g'irlab beramiz biz hozir, o'zi so'rilib ketadi. Bu bir. Ikkinchisi sovuqqa bog'liqda shu. Mioma kistalar sovuqdan rivojlanadi. Shamollab yotsa, o'sha buyrakni qizdiramiz, yaxshi bo'ladi. Keyingi narsa jigarga bog'liq. O'sha mioma kista musor. Tanada tarqoq bo'lib yurgandan ko'ra musorlar bir joyga to'plab qo'ysa tana uchun xavfsiz o'sha. O'sha joyga matkaga vachadan to'plab qo'ygan buni. O'shani tozalasangiz yo'qolib ketadi. Ya'ni jigarda ishlatamiz, jigar so'rib oladi buni. Undan hech xavotirlanmaysiz. O'sha mayli, vitaminni ham beramiz, hech narsa qilmaydi. Ko'p kattalashtirma bo'lmaydi, boshqa qilmaydi. O'zi so'rilib ketadi. Undan xavotirlanmaysiz. Kelishdikmi? Kasalliklarning psixologik sabablari bor ekan. Eshitdingizmi opa? Buni ham? Ha, eshitdim. Mana shuni ham eshitdingizmi? Nima ekan? O'sha o'zi qisqacha aytib qo'yay. Mioma kistalar erkaklarga nisbatan nafratdan. Ha, kecha o'shani eshitib qoldim. Eshitdingizmi opa? Ha, topib chiqasiz. Kimni yomon ko'rasiz? Voy deysizda, mana bu tortasiz. Yaxshi ko'raman deysiz endi. Kelishdikmi opa? Shuni topib chiqing, maylimi? Bo'lmay ketib qoldim. Ana shuning uchun aka, o'shaning uchun ishni chetdan topish kerak endi. Tushundingiz-a? Ana shuni to'g'irlaymiz. Buni men ko'p to'xtalmay qisqacha aytib ketdim opa. Yo'l-yo'lakay yana gaplashamiz, psixologiya tarafdan ishlaymiz. Tushuntira oldim. Hozir tanani to'g'irlaylik birinchi. Tanani sal yurgizib olaylik, keyin qilamiz buni. Kelishdik. 3-4 ta malhamlar yozib beraman. Ovqatlanishlaringizni to'g'irlaymiz, tashlab beramiz hammasini. Gimnastikalar bor, tashlaymiz. Qilasiz opay. Mukammal bo'lsa hamma narsa tez sog'lom bo'lasiz. Men o'zim tashlab beraman. Zo'r gimnastika bor, tashlab beramiz. Psixologik vazifalar bor, ularni ham tashlab beramiz. Shularni qilasiz. Xudo xohlasa, sekin-sekin etap-metap yaxshi bo'lib butunligi sog'ayasiz. Kelishdikmi? Ay, yashang opa. Alloh xayr qilsin. Maza qildim opa. Rahmat. Telegramda shaxsiy kanalimiz bor. Qidiruv bo'limiga Asilbek Jahongirovich deb yozsalaringiz chiqadi. Qo'shilib, bu yerda kerakli ma'lumotlar bor. Hammasidan har kuni boxabar bo'lib tursangiz bo'ladi. Bu yerda YouTube'ga qo'yilmaydigan juda ham ko'p jonli efirlar, konsultatsiyadan lavhalar, qisqa ma'lumotlar, mashqlar, ovqatlanish haqida juda ko'p ma'lumotlarni Telegram kanalda berib boramiz. Bizda davolanayotgan bemorlarning natijalari shu kanalga tashlab boriladi. Ular haqida ma'lumot olib tursalar ham bo'ladi.